Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan biz Minecraftga skin qo'yishni o'rganamiz. Bedrockga. Mana xuddi sizlar ham mana shunday mening skinimga o'xshatib mana shu Artifact, Dequest, Dream, Technoblade shularga o'xshab skin qo'yishni o'rgataman. Birinchi o'rinda chiqamiz. Play Marketga kiramiz. Play Marketdan skin mana World of Skins deb yozamiz. Skins ana shunday yozamiz. Mana shu birinchi chiqadi. Shuni kiramiz va o'rnatishni bosamiz. Yangilanish ketdi, yangilab qo'yaylik. O'rnatamiz. Mana hozir tortadi. Tortgandan keyin start olsin. Mana tortadi. Keyin mana shu otish tugmasini bosasizlar. Keyin kiradi. Boshida keyin yoshingizni so'raydi. Shu yoshingizni so'ragandan keyin yoshingizni belgilab mana ochib olasiz. Keyin mana o'tkazsanglaring ko'p bala skinlar bor. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, bittasini tanlay. Masalan, mana Ronaldo. Shuni o'qimoqchi bo'lsalaring, ana Open'da bosib, mana shu yerda download bo'ladi. Shuni bosasizlar. Bosgandan keyin To Minecraft degan bo'ladi. Shuni bitta bosib, bossalaring, keyin reklama chiqadi. Reklamadan keyin chiqib ketasizlar. Reklamadan Xfix deb bosib chiqib ketasizlar. Mana chiqib. Hozir mana X'lar bosib chiqib ketasizlar. Keyin mana Minecraft degan chiqadi. Mana To Minecraft bosganlaringdan keyin Minecraftning ustiga bitta bosasizlar, keyin avtomatik Minecraftga o'tkazaveradi. Keyin Minecraftga kirgandan keyin profil degan bo'ladi. Shu profilga bosib, mana Dressing Room'ga bosib, keyin mana shu yerda nima bo'ladi? Mana shu skin bo'lmasa, xohlaganiga keyin men mana shuni o'zgartirmoqchiman. Change Classic Skin deb bosaman. Bosganimdan keyin bunday o'tadi. Keyin hozirgi Ronaldo mana shuni bitta bosaman. 0 keyin buni shuni bosib, ustidan Equip'da mana shuni bosaman. Keyin xohlasanglar mana shu pastagini bosgandan keyin mana shu orqasida ko'p youtuberlar qilib oladi. Shunday qilsa ham bo'ladi. Shunday qilsa chiroyli ko'rinadi. Keyin bo'ldi. Mana keyin skin mana o'rnatildi. Ronaldo. O'yinga kirib ham ko'rsataman. Mana Ronaldo. Mana bo'ldi. Ronaldo aynaldi. Mana orqadagi boyagi. Ronaldo skiniga o'tdi. Mana e'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoga like, podpiska bosish esdan chiqmasin.
Hammaga xayr.